Всем привет! Сегодня это я. Всем привет! Сегодня это я. Вот я снимаю. Вот я Юна Врок 700, наверное. А я тоже чувак, не знаю, друзей. Я не знаю, как ими играть, так что они все не играют, представляете? Что за игра? Я Фрэнс я только помню. Потому что я меня можем давайте просим. Сигма! Просит. Ну да. Сигма. Да я не поверил, что он перенесем. Какой же режим? Ну, красивый скин, да? Он бесплатно, прям бесплатно. Почему телефон поменяли? Ай, я не знаю. Не знаю. Когда узнаю, когда не скажу. Какой Фортлайн? O'zbekistonlik muhojir 23-qavatdan qulab tushdi. Fojiaviy hodisa 5-aprel kuni taxminan soat 00:00 Sankt-Peterburgning Stepanov ko'chasida sodir bo'lgan. Bu haqda 78.ru sayti xabar berdi. Erkak kishi bino fasadiga konstruksiyalar o'rnatish ishlarini bajarayotgan paytida 23-qavatdan qulab tushgan. Halok bo'lgan shaxs 67 yoshli O'zbekiston fuqarosi. Ma'lumotlarga ko'ra, u xavfli ishlarni bajarish uchun tegishli malakaga ega bo'lmagan va unda saqlash tasmasi, xavfsizlik jihozi ham bo'lmagan. Как стрелять? Mamlakatimiz rahbari tashabbusi bilan Chorvoq darvozasi nomli ulkan loyiha ishga tushirildi. Ushbu keng ko'lamli turar joy majmuasi butun hududning progressiv rivojlanish ramzi, davlatning fuqarolar farovonligi haqidagi g'amxo'rlikning ifodasi bo'lishi kerak. Mana natija. Chorvoq darvozasi loyihasining birinchi bosqichi nihoyasiga yetdi. Chorvoq manzarasiga mos tushgan zamonaviy me'morchilik o'zining ko'lami va estetikasi bilan hayratga soladi. Landshaft dizayni bilan jihozlangan obodonlashtirilgan hudud binolar orasidagi maydonni hordiq chiqarish uchun qulay maskanlarga aylantiradi. Puxta rejalashtirilgan va sifatli ishlov berilgan keng xonadonlar yashashni xohlaydigan joylar. Derazalarda Chorvoqning go'zal va manzarali tabiati ko'rinib turadi.
Rasatdan boshimiz ko'tarib ketadi. Rahbarning qizi deyapti. Korxonada. Bitta bor qo'lida ishlovchilikka baribir berishmaydi. Ana ketishadi. Berishchi, berishchi. Nafga olmaydi. To'g'ri kelmaydi yuqorini. Endi ko'ngillariga tegmasligi uchun oila qurishda nima keragi bor degan efirimiz judayam katta rezonansga sabab bo'ldi. To'lqinlantirib oldi ko'p insonlarni. Chunki birinchidan, demak, bu og'riqli mavzu. Otaxon to'xtatgan yaxshi bo'ldi. O'tirdik, oshlardan, qazilardan, dumbalardan yedim. Keyinga bordim. Ondan uxladi. Ertalab tursa, atrofimizga kirdik apara. Hozirga yer albatta kerak ekan degan fikrga kelib qoldim. Kerak ko'rdingmi? Bu oshini yetirish kerak. Bugun yana qo'limga pul berib, o'zim korxonaga jo'nadim. Qazini yerimini yeysan. ovqatim tayyor. Sut keling. Chaqirtirgandim. Siz bilan gaplashib olay deb chaqirdim. Huzurga sovchi yuboribsiz. Ha, Botir Saidovich. Endi o'yladim, bu yerda bejoyi yo'q. Bilmadim. Qanchalik noto'g'ri lekin qizingizga yoqtirib qoldi. Go'zal-ya. Shunga sovchi yuborgan. Bilasiz, go'zal dedi. Biraz hamma otalar qatori Aslobingizga baxtli bo'lib yashashimiz kerak. kuzda ham gullagan bog'man deb ayting. Игры с автоматом с первого лица. Men kasal emasman, sog'man Ya'ni deb ayting. baxtli qila olasizmi? Botir Saidovich. Go'zal baxtli bo'lish uchun men hamma narsaga tayyor. Nima kerak bo'lsa qilaman. Yaxshi, yaxshi. Bunday bo'lsa, Zafarjon. Meni shartlarimga ko'rsangiz,
rozilik bering. Men har qanday shartga roziman. Shoshmang. Hozir shartlarni eshiting. Go'zal yaxshi sharoitda katta bo'lgan. Uni qiynashni bilmaydi. O'zi to'g'risi erkak kishi oilasini ta'minlay olishi kerak. To'g'rimi? Yana bilsangiz agar sizni lavozimingizni ko'tarsam, bu muammo hal bo'ladi. Lekin yana bir masala bo'ldi. Siz yolg'iz o'g'ilsiz. Игры с первого лица. Opalarimni o'zi